Demek masalan o'qiymiz. Reaksiyaga gelliga nisbatan zichligi 6,5 ga teng vodorod va kislorod gazlari aralashmasi kiritilgan. Reaksiya tugagach dastlabki aralashmadagi molekulalarning necha foizi reaksiyada qatnashmaganini toping. Demak bizda vodorod va kislorod aralashmasi bor. Gelliga nisbatan zichligi 6,5 degani, ya'ni 6,5 ni ko'paytiramiz 4 ga. 26 bo'ladi aralashmaning o'rtachasi. Xo'p, bizda bitta usul bor. Hammasiga tushaveradi. Ya'ni 1 mol x mol degan usul bor. O'shandan foydalanadigan bo'lsak, xo'p. O'rtacha 26 ga teng bo'lishi kerak. Mollar 1 plus x mol. Bu yoqda esa 2 plus 32x. Tenglamani ishlasak, ya'ni 26 dan 2 kelsa 24, 26x dan 32x kelsa 6x, x teng 4 mol. Nimaniki chiqdi? Bu kislorodning moli chiqdi. Endi x 4 mol bo'ladigan bo'lsa, x mol o'rniga hozir 4 qo'yamiz. Bitta chiqqan o'rniga tikib qo'yamiz. Aralashmacha. Shunda bizda umumiy 5 mol bo'ladi. Endi bitta reaksiya ketadi. Reaksiya ketganda vodorod bilan kislorod suv hosil bo'lish reaksiyasida bitta narsani bilish kerak. 2 ga 1 reaksiyaga kirishadi. Suv hosil bo'lishunda bizda vodorod kam, vodorod reaksiyaga kirishib ketadi. 1 mol vodorod bilan qanchasi kirishib ketadi desak, hisoblasak 0,5 mol. Demak 0,5 mol reaksiyaga kirishib ketdi. Shunda bizda jami kislorodimiz 4 mol edi. Undan 0,5 reaksiyaga kirishib ketdi va bizda qolgani 3,5 mol. Qoldi. Endi bizda reaksiya tugagach dastlabki aralashmadagi molekulalarning necha foizi reaksiyada qatnashmaganligini hisoblang deyapti. Bitta dastlabkisini so'rayapti. Ya'ni mana 4 ni 3,5 ga bo'lib 3 ga ko'paytirib uni topmaymiz. Umumiy dastlabki deganda vodorodni ham hisobga olishimiz kerak. Shunda umumini hisobga oladigan bo'lsak, bizda dastlab aralashma 5 mol bo'lgan. Aralashma 100%. Bizda qolgan mana kislorodimiz 3,5 mol. 3,5 qo'yadigan bo'lsak, 3 taqsim 5, ya'ni 35 bo'lsa 7. Demak 70%. Bu javob.